Bozorlarda mahsulot mo'lligi va narxlar barqarorligi zamirida puxta agrar siyosat va yerdan samarali foydalanish madaniyati mujassam. Keyingi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aholini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kartoshka yetishtirish hajmini oshirish, importga qaramlikni qisqartirish va ichki ehtiyojni mahalliy mahsulotlar hisobidan qoplashga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada viloyatimizda amalga oshirilayotgan loyihalar o'z samarasini bermoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bozorda kartoshka narxining barqaror bo'lishi eng avvalo daladan boshlanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mamlakatimizda kartoshkachilikni rivojlantirish va mahsulot yetishtirish hajmini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar nafaqat agrar tarmoq, balki oziq-ovqat xavfsizligini muhim omil sifatida qaralmoqda. Surxondaryo viloyatida ham kartoshka, piyoz, sabzavot, dukkakli va moyli ekinlar maydonlarini kengaytirish, hosildorlikni oshirish hamda aholi ehtiyojini mahalliy mahsulot hisobidan qoplashga qaratilgan ishlar Surxondaryo viloyati prokuraturasi xodimlarining doimiy nazoratida. Joriy yilda viloyat bo'yicha 2026 yil hosili uchun 6000 gektardan ziyod maydonda kartoshka yetishtirish belgilangan bo'lsa, ushbu yo'nalishda Sho'rchi tumani yetakchi hududlardan biri sifatida e'tirof etilyapti. Bu yerda 1100 gektar maydonda kartoshka parvarish qilinib, hosil uchun mustahkam zamin yaratilmoqda. Shu bugungi kungacha paxta, g'alladan boshqa kartoshka, sabzavotlarni to'g'risi o'g'irday bo'lib kelardik. Bugungi kunda prezidentimizga ming rahmat. Bugun qanday ochiqlik siyosati? Hozir kreditlarimiz kam foizli kreditlardan ham foydalanyapmiz. Davlat chetidan qarorlashtirib beryapti-da, bu katta bir imkoniyat. Biz bundan bag'oyat xursandmiz. Viloyatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda ichki bozorlarning narx-navolarni barqaror saqlash maqsadida hamda kartoshka bilan bog'liq chiqarilgan qarorlar viloyat prokuraturasi tomonidan to'liq nazoratga olingan. Jumladan Sho'rchi tumaniga kelib nazorat tadbirida o'rganganimizda Sho'rchi tumanining rejasi 1100 gektar bo'lib, hozirgi kunda mana 30 gektar ekkan fermer xo'jaligining 5 gektarlik dalasida turibmiz. Qazishlar olib borilmoqda. Tuman va viloyat prokuraturalari tomonidan 20 dan ortiq intizomiy va ma'muriy, 18 ta taqdimnoma, 25 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan ogohlantirish va boshqa prokuror nazorat hujjatlari qo'llanilgan. Bozordagi barqarorlik tasodifiy shakllanmaydi. Uning zamirida yerga kiritilgan sarmoya, zamonaviy agrotexnologiyalar va dehqonlarning fidokorona mehnati mujassam. Amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlar va ilg'or yondashuvlar natijasida Sho'rchi tumanidagi kartoshka maydonlarining har gektaridan o'rtacha 50 tonnagacha hosil olinmoqda. Yetishtirilgan hosilning bir qismi ichki bozorda yo'naltirilayotgan bo'lsa, yana bir qismi eksport qilinmoqda. Bu mahalliy mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshligi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Albatta, bunday natijalarga erishishda sohani moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.